shuncha mehnat qilib ketdi dedi. Zo'r pul tushadigan joy edi. Mikrofonni o'rtakashga berdimda, shu borib, "Ha" desam, "Aytmayman" deydi. "Nimaga?" desam, "Ha, son onalar, ayollar o'tirgan stolga qarang" dedi. Shuni ayollar o'tirgan stolga qarasam, stol ustida aroq ham bor, konyak ham bor. Vino ham bor. Ichib o'tirishibdi xotinlar. "Ha" desam, "Mana aroq ichgan xotinlarga ona haqida shuni aytaman aka" deydi. Men aytdim, "Qaytanga tezroq yig'laydi-ku" dedim, "Yaxshi emasmi" dedim. "Aytolmaysan, senga nima farqi bor" dedim. "Sen qo'ying aka" deydi. "Ustozimning qo'shig'ida" deydi aka deydi. "U qo'shiqning orasida hokipoyingizni ko'zimga suraydigan joylari bor aka" deydi. "U onaxonni qarang, hokipoyda bo'sh butilka turibdi aka" deydi. Rostlarab. Rostlarab ichib o'tirishibdi. To'yda kelsa aytdi, keyingi davraga chiqqanda dedi, "Yurib gapiring, odamlar ichiga kirib gapiring" dedik.